Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum azizlar. 2025-yilda uyimni mana shunaqa remont qilaman. Devorlariga mana shu Attachento, Venetsianka, patologlarga bunaqa gipsakarton qoqtirib, shuni narxlari necha pul bo'ladi ekan, usta haqqisi, materiallar necha pul bo'ladi deb qiziqayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun hozir ishlarimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu joyda patologlarimizga gipsakarton qoqilgan, tegalarimiz gipsovoy tega bo'lgan. Devorlarimizga asosan Attachento bo'lgan, bu tomonlarimizga Venetsianka bo'lgan. Hozir shu qatori shularni bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bular narxlari, xizmatlari, materiallar sotib olishimiz necha pul, shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Azizlar, bu yerga gipsakarton qoqilgan patologimizga gipsakartonni bitta donasini 120 ming so'mdan qotirganmiz. Buni sotib olishimiz bozordan 38 mingdan sotib olganmiz. Gipsovoy tegalarimiz 12 ming so'mdan sotib olganmiz. Buni yopishtirishimiz, montaj qilish, yopishtirib, ranglar bilan tayyor bo'lishi 25 ming so'mdan tayyor bo'lgan. Mayda lepkalarimizni bularda 20 ming so'mdan yopishtirilgan. 20 ming so'mdan yopishtirilganda ranglari bilan tayyor bo'lishi 20 ming so'm bo'lgan. Sotib olishimiz 7 ming so'mdan sotib olganmiz bozordan. Devorlarimizga 1 sloy rodbun tortilgan, 1 sloy rodbun, 2 sloy shpakilovka holatiga qarab, 3 sloy tortilishi ham mumkin. Devor holatiga qarab chiqadi. Bu yerda 2 sloy tortilgan. Shuni bitishi 75 ming so'mdan bitirib berganmiz. Venetsiankamiz, to'g'riga Venetsiankaga berganmiz. Venetsiankamizni narxi o'sha bitishi betdiki 250 ming so'mdan bitirib berganmiz Venetsiankani. Venetsiankalarni ko'rishlari mumkin. Bu qanday bo'ladi deganlarga, bu panel emas azizlar, bu qo'l ish mehnati, shunday tortib chiqariladi. Buni kvadrati 250 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Bu stiklo bo'lib ketadi, oyna bo'lib ketadi, silliq bo'lib oyna bo'lib ketadi. Mana shu 250 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Bu yerda hozir tepada ledlarimiz qolgan. Mana shu har bitta oralig'larda, har bitta bu oralig'larda galagen qo'yiladi. Bular joyi bor. Galagenlarni xudo xolasa qo'yib montajlarni qilib beramiz. Inshaalloh keyin bu joylariga tillo lenta qo'yib beramiz xudo xolasa. Hozir shu ishlarni ozgina ishlarimiz qolgan shunday. Kimga xudo xolasa mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Azizlar, agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar xudo xolasa. Chunki oldinda bu hali birinchi xonamiz. Bunaqa xonada 12 ta xonamiz bor hozir bitta obyektimizda. 12 ta xona har bittasini addenlarni xudo xolasa sizlarga obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Narigi xonalarimiz, keyingi xonalarimizda tegalarimiz turlanadi, devorlarimizga trafaretlar ishlanadi. Xudo xolasa juda chiroyli ishlar bo'ladi inshaalloh. Bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa kimga qanday qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol so'raverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha yordam kerak bo'lsa yordam beramiz, xizmatlar kerak bo'lsa xizmat beramiz. Qanday xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa devorni to shu vaqtdan tortib bitirishigacha hamma yo'g'ini qilib beramiz. Uyni podkolish inshaalloh xudo xolasa bitirib beramiz. Hozir keyingi xonalarda kafellarimiz bor. Kafellardan bir qator tekshirib sizlar bilan ko'rsatib o'tamiz, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz xudo xolasa. Yana qanday savollar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomer yozib qo'yamiz. Telefon qilsalar xudo xolasa aloqaga chiqsalar bemalol yordam beramiz inshaalloh. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.